to'xtang, men gapira olay. Assalomu alaykum, bizning kuzatuvchilarimiz. Mana qorong'ida svetimiz yo'q, mebelimizni bitirdik, kuxunning. Hop, bitta kuxunning va prikoshka bitta bo'lib joylashgan, chunki joyimiz shunaqa ekan. Materiallarimiz hammasi akril va MDF. Ichlari MDF, fasadlarimiz hammasi, eshiklarimiz akril. Endi rangi ko'rinmasligi mumkin, mokriy akril bu ham hammasi. Mana shalapani bor. Mana haqiqiy yuzi. Faqat svet yo'q, svet o'chib qoldi. O'shanga endi qorong'imi, yorug'mi ola olmadi. Bu prikoshkamiz. Bitta oyoq kiyim taxlashga joy, bitta kiyimlarni ilishga joy, eshik panalari hammasi katta-katta tashalgan eshikda. Bitta ham ichkarida ham mana joy bor, bemalol kirib chiqsa bo'ladi. Davutchi mexanizmli, fasad akril, ichlari MDF. Hop, bitta mana shkaf. Stalish hissamiz ham MDF, mana moykamiz, mana moykamizdan tegi. Bu ham bunday yopiladi, o'zi tortib olaveradi. Bu ham xuddi shunaqa, ichlari ham mokriy MDF, usti akril. Bitta mana sushilkamiz. Idish so'g'alarni taxlab qo'yiladi, ko'rinayotgan bo'lsa kerak. Yo'q, cho'tga ko'rinmayapti. Gazi bor. Bitta endi oddiy shkafchamiz. Bitishkamiz bu yoqda bo'lgani uchun bu yoqqa teshib chiqarib yubordik. Mashit bo'lsin deyishdi bitishga. Bitta mana tegan kattakon shkaf. Eng qizig'i mana bitta gaz. Mana gazimiz. Chiq qilmayapti, svet yo'q aytgancha. Hayolimda ham yo'q. Tortmamiz mana, tortmamizdan ham yonini ko'rsanglar bo'ladi. Bu tegidan qotirganmiz, tandem mexanizmni qo'yganmiz, Davutchi. Mana yopilishiga odam maza qiladi. Mana bu ham MDF, panel emas, boshqa narsa emas. Mana. Buni yopib odam maza qiladi. Mana qutlab qo'yamiz. Mana bu yerda ham ko'rsanglar bo'ladi. Keyin mana bu qulib qo'yib beraylik deydi. Nimaga desak, pulni qaq qo'yishni bilmayapmiz deydi. O'shanga bu yoqqa qulib qo'yib berdi. Shkaflarning ishlari, kravatlarning tegi pulga to'lib ketyapti. O'shanga mashqqa qo'yib bera qolinglar deydi. Xo'p, bu mashqqa sig'sa kerak menimcha. Mana buni qulab qo'yinganda kalit olib qo'yinglar bo'ldi. Hech kim teya olmaydi. Mana bitta vidishkamiz, endi svetimiz yo'q, buni yoqib ishlatib ko'rsatib bera olmaymiz. Svet o'chib qoldi. Mana. Mana akril mana. Hammasi akril. Ichi akril emas, oddiy endi fasadlarimiz akril. Mana bitta duxovkamiz. Yangi bu ham. Buni ham ishlatib bera olmaymiz, svet yo'q. Bitta mikrovalnovkamiz. Mana bu shkafimiz. Tepasi. Mana bitta xolodilnikimiz joylashgan. Xolodilnikimiz faqat kichikroq. Ani qulib mana bitta joyda, mana bitta pul ko'paysa, xolodilnik olamiz deyishyapti. Ana. Yana yoqdimi o'zingizga? Mana bu sifat. Yomon taraflarini ham ayting. Hamma yaxshilikni yomon tarafini ham ayting. Yomon tarafini ko'rmadimmi hali? Kamchiliklarini ayting bemalol. Bitta ham ana sizga o'xshagan, bizga o'xshagan, hammamizga o'xshagan odamlar ko'rishadi-da, qiziq ko'radi hamma. Gapir, so'kish tashing kerak. Nimacha so'kishim kerak? Yoqdimi o'zingizga? Ko'ngilingizga chiqdimi? Ranglari, ish sifati, Ham tez qanaqa bo'ldi. dizaynlar. Necha kunda bo'ldi? 3 kunda. 3 kunda. Yo'q, 3 kunda olib kelib ustanovka qildik. Undan oldin endi yo'da tayyorlashlari, kesib, mana chetlariga kromka urilishlari hisobini olganda grubiy 1 hafta. Atak 1 haftaga borgani yo'q. Mashinga maza qildim lekin. Ha. Mashinga pulni to'ldirib qo'ysangiz, men bitta kalitini men olib ketaman. Balki olib qo'ygandirsiz bitta kalit. Yo'q, unaqa. Voy o'zi ikkita bo'ladi. Ikkita chiqadi. Ikkita chiqadi, hammasi ikkita chiqadi. Bittasini men olib ketaman, bittasini sizni turadi, to'ldirib qo'ysangiz, men kelib bemalol olib ishlatib olaman. O'sha kunlarga yetib boringlar-ya. Mana ko'rdinglar, kimga yana shunaqa zakazlik kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. Svetimiz yo'q, endi mana shunaqa videoga olishga majburmiz. Svet o'chib qoldi. Shu bilan kelmaymiz endi, ketamiz. Va alaykum assalom. Ke. Okey, mebelni yaxshi lekin. Yoqdimi? Ha, yoqdi, okey. Qanaqa? Qichiq. Chotdimi? Chot, yasab berganligini ham zo'r, okey. Bu videoni adin ko'radi ham.
Ko'raversin de. Zo'r Yaxshi. zo'r chiqdi.